Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni navbatdagi darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu darsimiz mobaynida sizlar bilan Django'da ORM tushunchasi bilan tanishishni boshlaymiz. Bu darslarimiz bir necha qismlarga bo'lib joylashga qaror qildim. Sababi ORM bu juda katta bo'lim. Bu bo'lim mobaynida biza ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni o'rganamiz. Plus sizlarga endi chiroyli, qiziqarli dars bo'lishi uchun aslida ORMni tugatganimizdan keyin ko'rishimiz kerak edi, lekin buni orasida ko'rib ketish to'g'ri bo'ladi deb o'yladim va plus sizlar bilan formalar mavzularini ham ko'rib o'tamiz. Demak, hozir chiqadigan mana shu videomiz mobaynida biz sizlar bilan ilk bor o'sha ma'lumotlar bazasiga ulanish, modellar bilan ishlash, shunga o'xshash ba'zi narsalarni o'rganamiz va asta-sekin chuqurlashishga o'tib ketamiz. Demak, boshlaylik. Xo'p, biz mana bu yerda hozir nimalar qilganmiz? Virtual muhit yaratdik, virtual muhit ichiga kirdik, Django'ni o'rnatdik va keyin yangi proyekt yaratib qo'ydik. Mana ko'rib turibsizlar. Endi bitta nima qilishimiz kerak? App qo'shishimiz kerak ishlashimiz uchun. Django admin start app. Demak, faraz qiling, siz kutubxona saytini yozmoqdasiz. Kutubxona. Hop, kutubxona bo'lganda bizda kutubxonani appi bo'lishi mumkin. Ya'ni kitoblar saqlanib turadigan joy. O'sha appni yarataylik, library degan. Library. O'zi shunaqa ORM darslar bo'layotganda odatda ko'proq eng sodda, eng easy tushuntirish mumkin bo'lgan narsasi bu library. Ya'ni bu juda ko'p narsaga misol keta oladi. Amaliyot uchun ham juda yaxshi variant bu kutubxona hisoblanadi. Kutubxonalar bilan ishlash, kitoblar bilan ishlash, kitoblarni berish, shunaqa narsalar zo'r ketadi. Shu boisdan men shu metodni tanlashga qaror qildim. Men ham kutubxona asosida tushuntirib bermoqchiman. Boshqacha variantlar hammada har xil bo'lishi mumkin. Xo'p, ketdik. Demak, library. Mana library degan appimiz bor. Demak, appimizning tarkibi eslaringizda bo'lsa, tushuntirib o'tgandek qisqacha qilib bu yerda admin deganimiz o'sha modellarimizni, xullas admin panelga aloqador qismlarni ishlashga yordam beradi degandek. Apps deganimiz appimizning mana shu konfiguratsiyasi bo'ladi dedik. Modellarda ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan modellarimiz saqlanadi deganmiz. Testlarda mana shu appimizda test qilishimiz uchun testlar yozishimiz mumkin deganmiz va viewlarda o'sha URL bilan nimada HTML templatelarimiz orasida turib beradigan narsa view hisoblanadi deganmiz eslaringizda bo'lsa. Xo'p, demak bu appimizdan foydalana olishimiz uchun biza URLs qo'shib ketishimiz kerak. Shuni esimizdan chiqib ketishi mumkinchalik. Keyin shuni to'g'rilab qo'yamiz dastlab urls.py yozildi. Xo'p, from Django nega taklif qilmayapti? Xo'p, mana yozaveraylikchi. Nimadir pand beryapti bu yerda. Hozir mana bu avtosavni yoqib qo'yaylik. Tizimni qayta yuklagandim, shunga biroz kechikishlar bo'lyapti. Mana endi asta-sekin o'ziga kelyapti. Django urls. Mana. Xo'p, import qilamiz bundan tazni. Xo'p, url patterns teng bo'ladi. Mana shunday bo'sh bo'lib turadi. Xo'p, buni config, ya'ni loyihamizda asosiy konfiguratsiya appiga qo'shib kelamiz, mana bu joyga qo'shib kelamizda. Settings page. Xo'p, bu yerda install apps. Mana. Library. Qo'shimcha qo'yapmiz. Mana bo'ldi. Xo'p, app qo'shildi. Keyin URLlarni to'g'rilab qo'yish kerak. Biz include Demak, bu qanday bo'ladi? Bu mayli shu bo'sh holatida o'sha appga yo'naltiraversin hozircha. Bizda unaqa ko'p applarimiz yo'q. Applarimiz ko'paygan paytida ko'ramiz yo'qni. Hozircha library.urls qilib ko'rsatib qo'yamiz. Mana bo'ldi, shu holatda tursin. Xo'p, URLlarni to'g'rilab oldik. Endi bemalol appimizda ishlashimiz mumkin. Bularni yopaman hammasini. Bizga kerak narsa yo'q bu yerda. Xo'p, o'chirdik. Menimcha kanalni ham pastroq tushirib qo'yamiz. Ma'qul, qattiq e'tibor tortargani. Xo'p, bo'ldi mana. Mana shu holatda ishlasak bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Bu yerda models bor, Modelsga Python faylga o'taman. Qarang. Men model yaratmoqchiman. Bu model nima qilib beradi? Dastlab bitta narsani tushunib olaylik. ORM o'zi nima? ORM bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlashimizga yordam beradigan yana bitta bir usul. O'zi ma'lumotlar bazasiga biza
SQL degan tildan foydalanib so'rovlar yuboramiz. Ya'ni mana shu narsani yarat, mana shunaqa narsalar bo'lsin, buni qo'sh, buni o'chir, buni tahrirla, buni topib kel degan turli xil amallar bo'ladi. Create degan operatsiyalar bo'ladi. Create nima? Create bu create, read, update, delete degan so'zlardan olingan create operatsiyalar deb aytishadi. Shularni qisqacha qilib yaratish bilan juda oddiy operatsiyalar va bularda ishtirok ettirib murakkabroq narsalarni ham yozib tashlash mumkin, murakkabroq buyruqlarni ham. Qisqasi, ma'lumotlar bazasiga so'rov yuborganda menga o'xshash SQL degan fayl bo'ladi. Odatda ko'pchilik SQL fayllarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Misol uchun operations.sql shunaqa fayl bo'ladi-da, yozadi. Misol uchun SQL ga misol ko'radigan bo'lsak, aytaylik bizda nima bor? O'quvchilarning jadvali bor deb faraz qiladigan bo'lsak va ularning name, age bo'lishi mumkin. O'shalar bor deylik, age bor va select from pupils misol uchun. Mana shunaqa qilib SQL so'rovlar yozadi. Ya'ni bu yerda pupils degan jadval bo'ladi. Pupils degan jadvaldan name va age ustunlaridagi qiymatlarni olib kel bizga deylik. Va bu yerda yana bir nimalar yozish mumkin. Misol uchun qidirtirish mumkin. Where aynan bittasini olib kelib name teng deb turib, misol uchun aytaylik bizdan Abrorni topib kelsin. Ya'ni Abrorni topib kelsinda uni yoshini aniqlaylik. Shu Abror ismi orqali qidirib yoshini aniqlashimiz mumkin. Xullas, shunga o'xshash SQL buyruqlarini yozish orqali ham ma'lumotlar bazasi bilan muloqot qilish mumkin. Mana shu SQL buyruqlarini shundoq bazaga yo'naltirib ishlatib yuboradi va bo'ldi, qarabsizki ma'lumotlar chiqib keladi. SQL bazalar turli xil bo'ladi. Ya'ni ularga yo'naltiriladigan, ularda ishlashga yordam beradigan buyruqlar o'xshash. Ya'ni asosan mana shu SQL tilini sintaksisidan foydalanib so'rov yuboriladi, lekin bazalarimiz turli xil bir necha xil turlari bor bazalarning. Misol uchun Microsoftning o'zining SQL bor, SQL bazasi bor, yana qaysilar bor? Misol uchun SQLite bor. U SQLite juda bir zo'r boshlovchilar uchun juda zo'r variant bo'ladi. Unda sizlar nima qilasizlar? Unda sizlar oddiy mana bu yerda bitta fayl bo'ladi. Misol uchun data.sqlite 3 mana shunaqa fayl bo'ladi. Ana shunaqa faylda ichida ishlayverasizlar. Shunaqamidi o'zi data SQLite emasmidi? Nimadir xato ketmadimi? Keyin yana bittasi bo'lardi. data.gv deb ochida ham bo'ladi. Xo'las, bunaqa turlari bor. Hozir bu to'g'ri ochib bermayapti bizga. Aslida sal boshqacharoq bo'ladi. Buni extensionlari bor, SQLite fayllar bilan ishlaydigan. Hozir ko'ramiz u narsalarni ham. Biz hozir sizlar bilan Djangoda SQLite bilan ishlaymiz. SQLite bilan. Uni qayerdan bilib olamiz? Ya'ni umuman Djangoda bazalar qayerdan so'zlanadi? Va bazalar turi ko'p deyapmiz. Faqat SQLite va Microsoft SQL bormi desangiz, yo'q, bazalar turi ko'p. Bazalarni MongoDB degani bor, MySQL deganlari bor, PostgreSQL deganlari bor. Umuman turli xil turlari bor, bazalarning har birining o'zining o'rni bor. Misol uchun SQLite mana shu loyihaning ichida mana shu yerda bitta fayl bo'lib turadi. O'sha faylda ichiga yoziladi ma'lumotlar. Xuddi ana Word dokumentlarga, Excellarga ma'lumotlarni saqlab qo'yganingiz kabi, u ham shunaqa jadval ustun qilib saqlab ketadi ma'lumotlarni chiroyli qilib. Keyin PostgreSQL deganlaringizda ham shunaqa jadval qilib saqlanadi, faqat ular serverga asoslangan ma'lumotlar bazalari deyiladi. PostgreSQL, MySQL deganlar ular oddiy faylda saqlanmaydi, ularda sal murakkabroq saqlanishlar bo'ladi. Kompyuterimizda qayerlardadir maxsus usullar bilan saqlab qo'yishadi. SQLite'ga nisbatan sal xavfsizroq bo'lishi mumkin. Xo'sh, boshlanishiga biz SQLite ko'ramiz. O'rtalariga bo'lgandan keyin PostgreSQL shunaqa qilib o'taveramiz asta-sekin. Yog'iga bazalarni ham qo'shimcha ko'rib ketamiz. Va shuni eslatib o'taman, kanalimizda faqat Django kursi olinayotgani yo'q. Kanalimizda yana bundan tashqari PySite kursi boshlangan. Shu kompyuteringizga, mana shu Windowsda chiroyli shu GUI applicationlar yozishni o'rgatuvchi kursimiz ham davom etmoqda. Va shuningdek, bizning kanalimizda SQLite ni o'rganuvchilar uchun bir 11 tami darslik chiqarilgan. SQLite'da o'sha SQL buyruqlarini o'rgatadi. SQLite ma'lumotlar bazasi bilan qanaqa qilib Pythonda shunaqa SQL buyruqlarini yozib so'rovlar yuborishlarini o'rgatadigan darslarimiz ham bor. Agar o'rganaman desangizlar, o'shalar orqali ko'rib chiqinglar. Lekin Djangoda biz unaqa so'rov yozib o'tirmaymiz. Bizga uning hojati yo'q, unaqa qiynalmaymiz. Xohlasanglar o'shaqa qilsanglar bo'ladi, SQL so'rovlar yuborsanglar bo'ladi. SQL tilida yozishni yoqtiradiganlar uchun. Bizda esa ORM bor. ORM nima qiladi?
Mana bu şey ancha uzoqlashib ketgan ekanmiz. ORM haqida gaplashishimiz kerak edi. ORM bu Object Relation Mapping deylarmidi? Shunaqa narsa edi. Ya'ni qisqacha qilib tushuntirsam, ma'nosi bu Pythonda mana shu OP degan bo'limi bor, klasslar yordamida ishlaydigan, klass yaratib, obyekt yaratib ishlaydigan narsalar tushunchalari bo'lardi-yu, o'sha kodlar klasslar yaratib, ulardan obyekt olib ishlash orqali biz bevosita ma'lumotlar bazasi bilan ishlab ketamiz. Ya'ni oddiy Python kodini yozasiz, hech qanaqa bir nima deydi, ortiqcha o'ylashni kerak yo'q, shunchaki logika bo'lsa bas, SQL tili sizdan so'ralmaydi, Pythonda bilsangiz bas, shuni o'zi yetarli, baza bilan bemalol ishlayverasiz. Ana shunaqa narsa bor. ORM degani shu. Bizga shu Python kodimizni shunday yozib Python tilida, Python sintaksisidan chetlashmay turib, o'sha baza bilan ishlash imkoniyatini beradi sizga. Va yana bitta plyus tomoni, bizda bittagina Django ORM orqali anchagina bazalar bilan ishlash imkoniyati bor. Misol uchun shunda ORMni yozib o'zingiz tayyorlab qo'ying, bazalaringiz ma'lumotlaringizni tayyorlab chiqing va keyin xohlasangiz SQL'da ishlang, xohlasangiz PostgreSQL'da ishlang, xullas uni o'zingiz tanlang. Yo'q, o'zingizga bog'liq. ORMning imkoniyatlari ko'p. Juda ko'p narsa taklif qiladi. Ba'zida SQLda shunaqa narsalarni yozib chiqish uchun juda ko'p bir uzunroq bir bayonot yozishingiz kerak bo'lishi mumkin, lekin bu yoqda qisqagina amallar bilan bajarib qo'yishingiz mumkin. Xullas, har xil vaziyatlar bo'ladi, ko'rasiz uni. ORMning afzalliklarini ham darslarimiz mobaynida anglab yetasizlar. Xo'p, endi bazamiz qaysi bazada ishlayotganimizni bilmoqchi bo'lsangizlar, biza settings fayliga kelamizda, pastroq tushsanglar, mana bu yerda database degan qismi bor. Mana databases degan o'zgaruvchi bor. Bu yerda defaultdan tashqari yana bir nechta bazani ulab qo'yish mumkin. Secondary shunaqa qo'shimcha qilib ulab tashlashinglar bo'ladi. U paytda o'sha tanlab chiqish kerak bo'ladi. Uni sal murakkablashgan qismimizda ham ko'rib o'tamiz. Bir nechta baza bilan ishlashda, misol uchun mana bu yerda 3-4 ta SQLite fayllar yaratib qo'yib turib, ular bilan ishlashimiz, bir-biriga bog'lanib ishlab ko'rishimiz mumkin. Xullas, har xil variantlar bo'ladi, ko'ramiz ularni ham. Hozirda bizda ko'rib turibmizki, engine deydi, Django DB backend SQLite 3 deydi mana. Mana shu yerda SQLite 3 ni ishlashga yordam beradigan nimamiz, nima deydi, aloqani ta'minlab beradigan narsalarimiz bor ekan. O'sha nima desam, ORM tilida yozgan narsamizni tarjima qilib beradi deb tushuntirsam, sizlarga tushunarli bo'lsa kerak. Tarjimonimiz mana shu SQLite 3 bo'lmoqda, shu yerdan olib kelyapti. Va name'imiz bu bazamizni qayerdaligini ko'rsatmoqda bu orqali. Basedir degani bu loyihamiz joylashgan papka. Loyiha joylashgan papka mana shu basedir degan o'zgaruvchilar keladi. Basedirni ham hozir qayerdan olgan ko'rsataman. Basedirni ichidagi db SQLite 3 fayli deyapti. Ya'ni mana shu yerda db SQLite 3 degan fayl yaratadi va o'shanga ma'lumotlarni saqlaydi. Endi basedir qayerdan keldi? Basedir mana bu yerda turibdi mana. Mana. Pass shunaqa file receive parent current nima deydi? Parent qilib bizlar mana shu asosiy papkamizni olib kelib qo'yibdi, ko'rib turganingizdek. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana shunaqa qilib baza bilan aloqa o'rnatar ekanmiz. Bazamiz shunaqa qilib saqlangan. Va keyinchalik misol uchun boshqa bazani o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana shu yerda to'g'rilab sozlamalarni kiritib o'tamiz ekan. Xo'p, ketdik. Endi bu yoqqa o'tsak. Model haqida gaplashmoqchi edik. Modellar o'zi nima? Modellar o'sha ORMda asosiy narsalardan biri. Modellar bu o'sha bazada saqlanuvchi jadvallar deb faraz qilinglar. Bazada o'zi nima qiladi? Ma'lumotlar xuddi Excel bilasizlar, Excelda ko'rmi? Bir eshitgan bo'lsa kerak, maktabda o'qiganlar biladi. Excelda Excel bu o'sha katakchilardan iborat narsa edi, to'g'rimi? Jadval edi. Jadval chizib olib turib, o'sha jadvalning ichiga ma'lumotlarni kiritib ketaverardik, a? Yodingizda bo'lsa, katakchilarga kiritib chiqardik. Qator, ustun degan narsalar bo'lardi. Ustunga mos qilib ma'lumotlar qo'yardik. Misol uchun ustun ism deb qo'ygan bo'lsa, keyingi pastdagi ma'lumotlar o'sha ismlar kiritiladi, familiya bo'lsa, familiyalar qo'yib chiqiladi, tegma-teg qilib. Bu yerda ham shunaqa. Siz bitta jadval yaratasiz, uni ustunlari bo'ladi, ism, familiya, yosh, shunaqa belgilab qo'yasiz maydonlarni va keyin asta-sekin unga ma'lumotlarni qo'shib ketaverasiz, mos-mos qilib, bir-biriga moslashtirib. Bu yerda ham biz demak o'sha sxemani belgilashda modellardan foydalanar ekanmiz. Jadvalimizni tuzilishini demak modellar yordamida belgilaymiz. Buni qanday qilamiz? Misol uchun oddiy bitta model yaratsak, misol uchun kitob degan model, kitob. Bu nima qiladi? Meros oladi. Agar OOP bo'yicha bilimlaringiz bo'lmasa, maslahat izlanib ko'ring biroz. Biz hozir OOP tushunchalarni foydalanmoqdamiz, meros olib ketyapmiz. Model degan klass bor. Models bu modul. E'tibor bering, Django ichida db degan qism bor ekan va db degan paketni shu modul deb ko'rsatyapti. Bu package, e'tibor bering, bu package. Buning ichida models bor ekan. Mana shu models modulidan biz model sinfini olib kelyapmiz, klassini olib keldik. Endi bu yerda maydonlarni belgilab chiqamiz. Misol uchun kitob
Kitobning nimasi bo'ladi? Nomi bo'ladi. Kitobning nomi. Models Cherfield. Mana. Nomi bo'ladi va aytavering, Cherfield nima? Cherfield bu bizda soni cheklangan bo'lgan qanaqadir nima ekan, string uchun narsa yozib bergan. Misol uchun aytaylik, string hamma biladi. Qo'shtirnochida ma'lumotlar kiritamiz, to'g'rimi? Shuna qilib ketaveramiz. Bu string bilsangizlar. Endi bu string bo'lsa, mana shu stringni nechta belgi bo'lishi cheklangan bo'lishi. Qarang. Misol uchun aytaylik, bizda mana orani ochib qo'ydi, ko'paytirib, misol uchun bizga 200 ta belgi kerak desak, 200 ta belgi shunaqa joy ochib beradi bu bizga. Mana shunaqa joy ochib beradi va biz bu yerga ma'lumotlarimizni kiritib ketamiz. Mana shunaqa. Ya'ni bizga Cherfield degani chegaralangan string kattagini taqdim etadi. Misol uchun maksimalniy uzunligi 200 ta belgidan iborat kitob bo'lsin mana. Kitob nomi. Ya'ni kitoblarimizning nomi maksimalniy 200 ta belgidan oshmaydi. Mana shunaqa qilib belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Chegarasi bo'lishini xohlasanglar, shunaqa qilib ishlatishimiz mumkin. Va keyin buni description bo'lishi mumkin. Description. Ya'ni izohi kitob haqida. Kitob haqida qismi qancha uzun bo'lishini aytib bo'lmaydi. Shuning uchun unga nima qilinadi? Text field beriladi. Aytavering, bularning farqi nimada? Text field degani bunga nechta belgi kiritish bo'yicha unaqa chegara qo'yilmaydi. Cherfield deganimizda chegara bo'ladi. Text field esa belgilar soni bo'yicha chegara bo'lmaydi. Bular shunisi bilan bir-biridan farq qiladi. Text field aytavering kattaroq joy olib yurishi mumkin. Lekin Cherfield siz kiritgan kenglik bo'yicha joy oladi va bu xotirani tejashga yordam beradi. Cherfield deganimiz shuning uchun kerak. Xotiradan unumdor foydalanishda. Demak, bu bizda oddiy kitob bo'ldi. Ko'rdingiz, mana shu oddiy kitob modeli biz mana shunaqa model yaratishimiz mumkin. Endi bu yaratgan modelimizni bazaga saqlash kerak. Hali bazani ham yaratganimiz yo'q. Xo'p, buni qanday qilamiz? Bu model qanaqa saqlanadi desanglar, buning uchun buyruq yozish kerak. Python manage_by deb turib, mana shu manage_byning buyruqlari bor. Make migrations va migrate degan buyruqlari bor. Bular nima qiladi? Make migrations. Bu mana shu model yozdik hozir sizlar bilan. Mana shu kitob degan model yaratdik, to'g'rimi? Kitob degan modelimiz bor edi. Unda kitobning nomi va kitobda izohi saqlanadi dedik. O'sha batafsil tafsilotlar saqlanadi dedik. Endi bu mana shu modelimizni bazaga saqlash uchun nima qilar ekan? Dastlab SQL so'rovini yaratib oladi. ORM bu bizga biz uchun yengillik beradi. Ya'ni dasturchilarga, sizlarga yengillik berishi mumkin, yozish bo'yicha yengillik beradi, lekin umuman baza bilan ishlash tili SQL. Shu boisdan bu bazaga SQL tilidagi so'rovini tayyorlaydi. Make migrations degani tayyorgarlik degani. Kiritilgan o'zgartirishlarni saqlash uchun tayyorgarlik. Va bu yana bitta afzalligi bor. Make migrations buyrug'i bizga har bitta shunaqa o'zgartirishlarimizni, ya'ni mana shu buyruqni berganimizda qaysi o'zgartirishlar topsa, hammasini alohida fayllarga yozib boradi va keyinchalik sizga avvalroq qilingan struktura kerak bo'lib qolsa, misol uchun qandaydir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, orqaga qaytishga ham yordam berishi mumkin. Demak, buni afzalliklari ko'p. Har bitta o'zgartirish alohida fayllarda saqlab borilar ekan. Xo'p, keling bir ko'ramiz qanaqa fayl ekan ular. Make migrations deb yozamiz va yuboramiz. Mana topdi. Bizda library deganimizning ichida migrations deb turib mana fayl yaratadi. Uning ichiga create model kitob deb yozib qo'ydi. Mana shu kitobni yaratadigan nima qo'shdi? Migratsiya tayyorladi. Keyin mana migrations degan papkaga kirsak, buning ichida non1 initial deb qo'ydi. Ichiga o'tsak, mana shu holatda tayyorlab qo'yilgan. Mana bu migratsiyaga tayyorlayapti. Create model degan o'zini nimasi bor ekan? Funksiyasimi? Yo'q, klassi bor ekan. Mana name'ini berar ekan, fields'ini, options'ini, bases, managers, xolos shunaqa narsalar bor ekan. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerda mana shu hammasini aniq qilib qo'yib beradi. Bu tayyorgarlik. Bu yerda kengaytirilgan tayyorgarlik ketadi. Qarang, narigi tomonda biz nima qilgandik, bu yerda nima qilyapti va bu yerda avtomatik tarzda ID degan field qo'shadi. ID bu nima qilib beradi? ID bu har bitta kitobda maxsus raqami, takrorlanmaydigan raqami bo'ladi, identifikatori. Misol uchun menda Alpomish kitobi bor dedik va Alpomishning yana bitta boshqa nashriyotdan kelgani bor. Bularning bir nechta nusxasi bor. Misol uchun bitta odamga berganda bittasini berasiz, to'g'rimi? 3 ta nusxasi bor edi, bittasini berib yubordik, ikkitasi qoldi. Ya'ni kitob nomi, izohlari o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin uni farqlay olishimiz uchun uni o'zini tartib raqami bo'lishi kerak. O'sha 3 ta bir xil kitobni farqlab olish uchun ID sidan foydalanishimiz mumkin ekan. ID shuning uchun kerak va bu avtomatik tarzda qo'shiladi, uni alohida kiritib o'tirish shart emas. Bizdan name va description qiymatlarini belgilab o'tganimiz ham yetarli. Maydonlarni belgilamiz ham yetarli bo'ladi.
Mana qarang, endi bu yoqda modelda qanaqa qilayotganmiz? Migratsiya faylida qanaqa ishlar ketmoqda. Xullas bizda yengillashtirib beradi. Django ko'p narsani biz uchun hal qilib beradi. Bizga ancha yengilliklar berib turibdi. Endi bu ketgan o'zgartirishimizni saqlashimiz kerak. Ya'ni migratsiya tayyor. Endi uni bazaga yo'naltirib, qolgan modellarni ham nima deydi, yaratib olishimiz kerak. Buning uchun Python manage by CLS qo'yaylik, hammasi o'z joyiga tushadi. Mana bo'ldi. Python manage by migrate. Bu nima qilib beradi? Buni vazifasi bazani yaratish, yo'q bo'lsa yaratadi. Keyinchalik mana shu loyihada zarur bo'ladigan barcha modellarni qidirib topib, hammasini yaratadi. Ya'ni u nima qiladi? U mana bu yerdagi migration papkasini qidiradi va kerakli migratsiyalarni amalga oshiradi. Ketdi. Mana e'tibor bering. Bizda o'sha turli xil applarimizdagi, bizda faqat library app bor deb o'ylayapsiz, lekin bizda turli xil applar bor. Misol uchun sessions, house, content types deydi, turli xil applarimiz bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha applarni modellarini, aniqroq aytganda jadvallarini bazaga saqlab chiqdi. Va mana bu yerda DB SQLite 3 fayli paydo bo'ldi. Bu faylni ochib ko'rishni xohlasanglar, quyidagi extensionni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa o'tamizda, bu yerdan qidirib topamiz. SQLite editor deb qidiringlar. SQLite editor. Xo'p, mana shu extensionni o'rnatsanglar ham bo'ladi. Shu loyihaga yo'naltiramiz. Demak, shu extensionni yuklab olib turib, bazani bemalol ochib ko'rsanglar bo'ladi. Biroz sabr qilish kerak yuklab olishini. Xo'p, mana yuklab oldi. Endi biz bazani ochib ko'rsak bo'ladi. Bu yoqqa o'tamizda DB SQLite ochib ko'rsak, mana qaranglar. Bazamiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, jadvalda kataklari bor. Mana. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, bu yerda endi mana bunga bossak, house group deydi. Mana bu yerda biz boshqa modellarimizni ko'rishimiz mumkin. E'tibor bering, bu yerda bog'lanishlar bor. Qarang. Misol uchun mana bu yerdagi modelimiz bunisiga bog'langan. Xullas, mana shunaqa bog'lanishlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu ajoyib bir sxemalar qilib, zo'r qilib chiqarib beradi. Ko'ryapsizlar? Bizning modelimiz qayerda? Bizning modelimiz mana bu yerda library kitob. Mana bizning kiritgan narsalarimiz. Bizda ID bor, yana nima bor? Name bor, description bor. O'shalarni ko'rsatib qo'yibdi. Xo'p, mana. Qisqasi SQLite editor extensioni sizga bazani shunaqa qilib ochib ko'rib, tahrirlash imkoniyatlarini taqdim etar ekan. Xo'p. Endi modelsga qaytsak, baza bilan ishlash bilan tugayadimi? Boshqa narsa yo'qmi desanglar? Albatta bor. Bizda hali ko'radigan narsalar ko'p. Misol uchun biz hali bazaga hech narsa saqlashni ko'rganimiz yo'q. Biz saqlashni o'rganishimiz kerak. Xo'p, umuman mana shu modelimizni qanday ochib ko'rsak bo'ladi? Faqat mana shu DB SQLite bilan ko'ramizmi? Ya'ni fayl orqali ko'ramiz desanglar, bizda boshqa variant ham bor. Bizda admin panel bor. Admin panel. Umuman olganda admin panel sal keyinroq o'rgatiladigan narsa, lekin qisqacha ko'rib o'tib ketamiz admin panelni. Admin panelda biz modellarimizni ochib ko'rib, u yerda bemalol grafikada, ya'ni grafik interfeysda bemalol tahrirlab ko'rishimiz mumkin veb-saytda. Tahrirlab, ochib ko'rib, ma'lumotlarni olib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga Django'ni o'zini taklif qiladigan admin paneli bor. Bu Django'ning afzalliklaridan yana bir nima deydi, yana bitta afzalligi, boshqa frameworklar bunaqa narsani topish qiyin. Bu juda zo'r narsa qilib beradi hozirgi. Qaranglar. Biz o'sha modelimizni chaqiramiz-da, bu yerdan ro'yxatdan o'tkazib qo'ysak, keyin yana bitta shans bo'ladi va shu bilan sinab ko'rishimiz mumkin buni. Qaranglar. Nuqta deymizda models, ya'ni mana shu yerdagi models moduli deb ko'rsatdim. Uni ichida kitob bor dedim. Mana, uni ichida kitob bor. Shuni admindan ro'yxatdan o'tkazamiz. Admin deb chaqiramizda site deymizda register deymiz. Admin site register. Va mana shuga kitob deb yozib qo'yamiz. Kitobni chaqiramiz. E'tibor bering, bu narsa nima? Sayt deb yozayotgan paytingizda sizga taklif qilmaydi yoki register deb yozayotgan paytingizda sizga taklif qilmaydi, lekin bu to'g'ri yozildi. Endi buni ishlatib ko'rishimiz kerak. O'sha narsani qo'lda yozasiz demoqchiman-da. Ishlatib ko'rmoqchimiz. Xo'p, qaranglar. Biz admin paneliga kirishimiz uchun bizda admin user bo'lish kerak. Ya'ni adminda login paroli berish kerak.
Loyiha endi yaratildi. Hali unda hech qanaqa user yo'q, ya'ni admin huquqlariga ega bo'lgan hech qanaqa foydalanuvchi yaratilmagan hali. Biz shunaqa super darajali foydalanuvchini yaratishimiz kerak, egani yaratishimiz kerak. Buni ham bazada saqlanadi. U ham bazada saqlanadi. Autentifikatsiyaga aloqador bo'lgan jadvallarda saqlanadi uni ma'lumotlari. Shuning uchun biz nima qilar ekanmiz? Bazani yaratdik, jadval yaratadi. Endi unga foydalanuvchini qo'shishimiz kerak. Buning uchun Python manage by create super user. Create super user. Mana shuni yozamizda va enter bosamiz. Xo'p. Qanday bo'ldi? Xato ketdimi? To'g'ri yozgandim-ku. Mana bunday edi. Uzr. Sayt bo'lardi. Register. Endi chiqdi. Voy bu bir paytlar xato qilardim, esdan chiqdi. Xullas, sayt deb yarim C harfi bilan yozibman. Aslida shunaqa o'zimizda S harfimizga mana S bo'ldi, endi to'g'ri bo'ldi. Create super userni boshqa xatdan yuborsak, mana aytyapti, foydalanuvchi nomini kirit. Foydalanuvchi nomini kiriting deyapti, username deyapti. Qarang, mana shunda enter bosarsanglar ham bo'ladi. Agar foydalanuvchi nomi admin bo'lishini xohlasangiz, enter bosavering. Xo'p, email adresni tashlab ketish ham mumkin. Xohlasanglar kiritinglar, xohlasanglar kiritmanglar. Tashlab ketsa bo'ladi. Enter bosaveramiz. Xo'p, parolga keldi. Parol himoyalangan. Qaranglar, men parol kirityapman. Admin deb kiritdim, lekin hech qanaqa kursor bo'lishmadi. Ko'rdingizmi? Siljilmadi. Bu shunaqa himoya tizimi bor. Bilinmaydi bu yoqqa. Xo'p, yana yozamiz. Admin qaytadan kiritamiz. Bo'ldi. Parolimiz juda bir sust ekanini, kuchsiz ekanini aytmoqda. No, saqlaymiz. Yes. Mana. Demak, foydalanuvchi saqlandi. Endi bemalol dasturimizda, nima deydi, veb-saytimizda ishga tushirib, admin paneliga kirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Python manage by run server deyish orqali mana shu loyihamizni ishga tushiramiz. Xo'p, loyiha ishga tushirildi. Demak, bu development server ekanligini aytmoqda. Xo'p, bu yerda muhim narsa yo'q. Mana bu manzilni nusxalamizda va Google Chrome'ga yuboramiz. Qani? Mana ochdik. Qara, mana shunaqa turibdi hali. Biz hech qanaqa viewlar, ortiqcha narsa qo'shmadik, shuning uchun shunaqa turibdi. Endi bu yerdan manzilga slash qo'yib, admin deb yozamizda va enter bosamiz va mana bu admin panelga kirish sahifasi va autentifikatsiya ekrani. Endi mana shu yerda admin deb yozamiz. O'zi yozib qo'ydik mana. Login qilamiz. Sabr, mana bu bizning admin panel. Xo'p, qaranglar, mana bu admin panel ko'rib turibsizlar. Bu yerga yaxshilab e'tibor bersak, mana bu yerda nima turibdi? Library degan bu appning nomi. Mana ko'rib turibsizlar, bu appning nomi Library Administration deydi. Bu yerda esa kitobis deb qo'yibdi. Bu kitob modellarimiz. Kitob modelimiz mana shu. E'tibor bersangiz, bu yerda no kitobis deydi, ya'ni kitoblar topilmadi deyapti. Xo'p, add kitob deb bosamizda va kitob nomini kiritamiz. Misol uchun, aytaylik, qaysi asarni kiritsak ekan? Mehrobdan Chayon degan kitoblar bo'lardi. Yoki qaysi kitobni kirsam ekan? Yaqinda bitta Molxona degan asarda o'qigandim. U asarda o'sha hozirgi jamiyatni, siyosatni molxona misolida tasvirlashadi. Umuman hozirgi bo'lmasligi mumkin, sal eskiroq paytlar, lekin zo'r tasvirlab qo'ygan. Hozirga ham shunaqa vaziyatlarda uchratish mumkin, molxona asaridagi holatlarda. Xo'p, buni saqlasak, mana save bo'ldi. E'tiboring, kitob object 1 deb chiqib qoldi. Xo'p, qaranglar. Demak, mana shunaqa qilib ma'lumotimizni ko'rsak bo'ladi. Ichiga kirsanglar, mana shu ma'lumotlar turibdi. Xohlasanglar taxlab turib, save'ga bosib qo'ysanglar, bu edit bo'ladi. Yoki delete ga bossanglar, o'chib ketadi. Shunaqa narsalar bor bu yerda. Admin panel bu admin panel o'z nomi bilan shu adminlar ma'lumotlarni boshqaradigan admin qismi. Xo'p, bu juda yaxshi ishlaydi bu yerda. Hammasi yaxshi, muammo yo'q. Endi qaranglar. E'tibor bersanglar, mana bu yerda kitob object 1 deb turibdi. Bu narsani o'zimiz boshqarishimiz mumkin. Ya'ni nima chiqishini o'zimiz tanlasak bo'ladi. Buning uchun qarang, modelsga kelamanda, mana bu yerda def deb turib, str degan metodni chaqiramiz, random metodni chaqiramizda, unga self deb qo'yamiz va ichiga o'tib return deb yozamiz. Qarang. F-string deymizda, ichiga qas ochib self nuqta misol uchun id sini ko'rsataman. id keyin esa
tire qo'yib turib self nuqta name deyman. Endi sahifani yangilab ko'rsak, bizda mana birinchi molxona deb chiqib qo'ydi. Mana birinchi kitobimiz molxona bo'lib turibdi. Yana bitta kitob qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, Kichkina shahzoda, Kichkina shahzoda, tavsif nima ko'rsak ekan, sarguzasht asarlar deb ketib qo'yishimiz mumkin. O'sha biz sizga kerak Kichkina shahzoda Aturgul asteroidga joylashtirib qolgan shahzoda bo'ladi kichkina. Ancha qiziqarli asar ham. Mana sarqlandi. Ko'rib tursa mana 2 Kichkina shahzoda bo'lib chiqib qoldi. Birinchi molxona bo'lib turibdi. Mana shunaqa qilib va admin panelimizni ishlatib ko'rishimiz mumkin ekan. Mana shunaqa gaplar o'rtoqda. Bu oddiy narsalar, ko'rib turganlarimiz hali. Shu narsalarda takrorlab ishlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu hali oddiy narsalar ko'rdik. Bizda hali ko'radigan narsalar ko'p. Bizda mana burada turli xil fe'llar bor, bizda turli xil aloqalar bo'ladi. Ularni ham asta-sekin ko'rib o'tamiz. Hozircha unaqa murakkablashtirib yuborib, qiynashib yuborish niyatim yo'q. Asta-sekin ko'ramiz ularni ham. Xo'sh, hozircha siz aynan bitta model yaratishni o'rgandingiz. Hozircha biz kitob model yaratdik. Ko'rdingiz. Buni takrorlang, yaratib ko'ring. Keyin plus kitobdan tashqari foydalanuvchi modelini yaratasiz. Foydalanuvchi yoki nima desak ekan, kitobxon modelini yarating. Kitobxon class, mana shunaqa qilib class kitobxon. Model deysiz va mana bu yerda siz uchun bo'sh qoldiraman. Pas degani bu bo'sh qoldirish degani, ya'ni keyinchalik to'ldiraman degan ma'no bildiradi bu. Shu yerda nimadir bor deydi, lekin hech nima qilmaydi degan narsaga tengda bu narsa. Shunchaki to'ldirib ketish, xatoliklardan qochishga yordam beradigan narsa. Xo'p, buni modelni o'zingiz to'ldirasiz, kitobxonimiz bo'ladi. O'sha kitobxonimizning nomi bo'lishi mumkin, familiyasi, qachon tug'ilgani bo'lishi mumkin, yoshimi. Xolos, o'zingiz bilasiz nimalar saqlashini, manzilimi, boshqami, xolos, u yog'i o'zingizga bog'liq. O'zingiz kiritib ko'ring, o'zingiz ijod qiling, u yog'iga fantaziyani ishga soling. Va bu modelni yaratib, mana bu yoqqa adminga saqlang. Keyin esa migratsiya tayyorlaysiz. Migratsiyadan keyin migrate qilasiz va sizga u bazaga qo'shiladi. Admin panelda bemalol boshqarib ko'rishingiz mumkin. Xullas, hozir qilganlarimizda kitobga nima qilgan bo'lsak, kitobxonda ham shuni takrorlaysiz va hammasi tayyor bo'ladi. Bu sizga yaxshi amaliyot bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi darsimizda formalar haqida tanishib o'tamiz. Formalar va formalardan bitta ozroq tushuncha hosil qilganimizdan keyin, mana shu yerdagi modellarimizda qanday qilib yo'llarda chiqarishni o'rganganlarimizdan keyin bemalol yana ORMga qaytib kelamizda, ORMda yana ham chuqurroq kirib o'tamiz. Shunaqa qilib bu yoqqa borib, bu yoqqa kelib, bu yoqqa borib, yana qaytib kelib davom ettirib ketamiz endi. Xo'sh, bu darsimizning birinchi qismi edi. Mana shu yerda to'xtatib, keyinroq yana davom ettirishingiz mumkin. Bu qismimiz tugadi, yozib boshida to'xtataman. Keyingi qismimizda, demak, modellarimizni veb sahifaga chiqarishni o'rganamiz va undan keyin formalarga to'xtalib o'tar ekanmiz. Demak, tomoshani davom ettirishingiz mumkin. Xo'sh, o'ylaymanki, aytilgan ishlarni qilib ko'rdingiz, takrorlashlarni qildingiz degan umiddaman. Bir daqiqa ko'raveraychi, mikrofon yozilyaptimi? Yozilyapti ekan. Yaxshi. Xo'p, qaranglar. Endi sizlar bilan mana shu yerda kitobxon modulimiz hozircha shunaqa holatda turadi. Sal keyinroq davom ettiramiz bu modelimizga yozishdi. Modul deb model bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Kitob degan modelimiz borda, o'shindagi name va descriptionlarda qanday qilib browzerga chiqarib ko'ramiz. Hozirda biz 2 ta kitob qo'shib qo'yganmiz ba'ziga. O'sha kitoblarni browzerga chiqarib ko'rishimiz kerak. Keling, shuni ko'ramiz. Buning uchun bizdan nima bo'lish kerak? Bizda birinchi navbatda template kerak. Xo'p, bu yerdan templates degan papka yarataman. Templates. Va esingizda bo'lsa, mana shu appning nomi nima bo'lsa, o'sha appning nomidagi papkani yaratib ketishni tavsiya qilganmiz. Library deb papka yaratib qo'yamiz shuning ichidan va bu yerga yozamiz. Misol uchun nima deb nomlaymiz bu templateimizning nomini? Xo'sh, books html bo'la qolsin. Kitoblarni chiqaradi-ku faqat. Books html. Yaxshi. Xo'p, shunaqa htmlimiz bor. Ketdik, nima buni bosamizda, titleimiz kitoblar. Xo'sh, qaranglar. Bizga books degan o'zgaruvchida list keladi. Biz o'sha listni aylanib, ma'lumotlarni chiqarib kelishimiz kerak. O'sha ishni qilib ko'ramiz sizlar bilan.
O'tgan darsimizda templatelar bilan ishlashni ko'rib chiqqanmiz, yodingizda bo'lsa. Xo'p, for deymizda book in books. Xo'p, bu yerdan misol uchun mana bu yerda chiqarib ko'raman. Book nomi misol uchun book nuqta name desam, menga kitobning nomi chiqishi kerak. Xo'p, yana misol uchun book nuqta description desam, kitobda izoh chiqib kelishi kerak va cycle tugaganda end for deb qo'yaman. Mana. Oddiy o'sha Django buyruqlarni yozib ko'rsatyapman sizlarga, tushunarsiz o'qimaslik uchun. Dastlab shunaqa qo'yib oldim. Keyin asta-sekin buni yaxshilaymiz. Hozircha shoxlatda chiqarib ko'ramiz va keyin buni epaqaga keltirib olamiz. Xo'p, demak, bu mayda templatemiz ishlashi uchun demak dastlab view ni tayyorlayman, keyin URL ni ko'rsataman. Xo'p, viewimiz from nuqta models deymizda, modelni chaqiramiz. Qaranglar, modelni chaqiraman. Book degan modelim bor edi. To'g'ri bo'ldimi hammasi? Nega model taklif qilinmayapti? Book emas, kitob ekan, uzr. Inglizchaga chalg'ab book debman, kitob ekan. Kitob. Xo'p, qaranglar. Biz nima qilamiz? Qaysisidan foydalanamiz o'rtoqlar? Xo'sh, umumaganda biz class template view degan narsani ko'rgan edik. Template view ko'rsatganmidim, esimdan chiqib ketdi. Bitta pauza qilib to'xtalib yo'la aylanib kelishim kerak ekan. Xo'p, mayli, biz hozir bu yerda sizlar bilan render degan funksiyadan foydalanamiz. Render. Esingizda bo'lishi mumkin, va balki ko'rsatgandirman. Funksiyaga asoslangan view. Shunda request ko'rsatiladi, keyin template nima, keyin context. Esingizda bo'lsa, o'shadan foydalanib ketamiz. Demak, funksiya yordamida kitoblar chiqaramiz. Book, books, list, view degan funksiya misol uchun mana. Xo'p, bu request qabul qiladi. Demak, mana bu yerda to'g'ridan-to'g'ri return qilib yozib qo'yaman. Render. Demak, request deb bunga yozamiz. Templateimiz nomi. Template nomi library ichida, library papkamizda ichida books.html fayl. Mana shu bizning template'ni ko'rsatdim mana. Mana shu template. Xo'p, keyin mana bu yerda yozamiz. Demak, qaranglar. Kitoblarimiz ichidan barcha obyektlarni olishimiz kerak. Ya'ni barcha kitoblarni ushlab olmoqchi bo'ling uchun kitob objects.all deysizlar. Mana bu barcha kitoblarni olib kelib beradi. Va buni kontekstda to'g'ridan-to'g'ri yozib qo'ysak bo'ladi yoki books degan qanaqadir o'zgarcha yozib turib, o'shanga tenglab turib bu yoqdan berishimiz ham mumkin. Ya'ni mana bu yerda yozaman. Qarang, ketma-ketlik bo'yicha mana bu yerda hozir men kelib turibman, kontekst qismiga kelib turibman. Xohlasam kilit orqali kontekst deb chaqiraman yoki jinga qavs yaratib, mana shunday qilib to'g'ridan-to'g'ri lug'at yozaman. Mana bunday qilib books ikkita nuqta books degan o'zgarchani chaqirib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Tayyor. Endi buni viewimizni nima qilish kerak? Bu yoqqa URL qo'shishimiz kerak bo'ladi. URL patternsga pass deymizda va yozamiz. Qachon chiqadi? Ichi bo'sh bo'lsa chiqaversin, bo'ldi. Ichi bo'sh bo'lsa chiqaversin. Xo'p, viewni chaqirib olishimiz kerak. From nuqta views import. Demak, nima edi nomi? Books list view ekan. Yozamiz books list view. Xo'p, bunga nom berib ketishimiz mumkin. Name books list bo'lag'ozim. Bo'ldi. Bular tayyor. Endi kiritilgan o'zgartirishlarni ko'rishimiz kerak natijasini. Xo'p, mana bu yerda quit qilaylik. Nima o'chib qolgan bu yerda? Nimadir bosib ketgan shekilli. Xo'p, mana buni to'xtatar ekanmiz. Xo'p, qaranglar, boshqatdan ishga tushiramiz loyihani. Mana ishga tushirildi. Endi bu yoqqa o'taman. Browserga o'tishim kerak. Mana, browserga o'tdik. Qarang, mana bu yerda nima bor? Agar admin panelda turgan bo'lsa, mana bu yerda visit site degani bor. Ya'ni view site degani bor, bosamiz shunga. Bo'ldi. Mana bizga kitoblarimiz chiqarib berdi. Mana shu kitobxona molxona hozirgi jamiyatni, siyosatni molxona misolida tasvirlashadi. Kichkina shahzoda sarguzasht asar deb yozib qo'yibdi. Faqat yozuvlar chiqyapti. Nima uchun? Sababi bizda faqat ba'zidan yozuvlarni shunday ketma-ket qo'yib qo'ydik-da. Bunga hech qanaqa HTML strukturada bunaqa narsa yozmadik. Shunchaki badiiy ichida matnlar yozib qo'ygan, mana shu matn kiritilgan. Endi buni chiroyli qilib chiqarmoqchimiz. Xo'p, birinchi yo'llarni chiqarish uchun birinchi yo'limiz
asta-sekin chiroyliroq holatga keltiramiz. Qaranglar. Xo'sh, qaranglar. Bizda UL degan tag bor. UL. Bu tasdiqlanmagan ro'yxat degani. Uni ichida lilar bo'ladi. Mana bu kodni nima qilaman? O'sha UL ni ichiga olib o'taman. UL qarab turinglar. UL ni ichiga olib o'tdim. Endi uni ichidagi mana bu lilar, mana bu yerlarni li tag ichiga olamiz. Mana shu joylarni. Demak, li degan tag bo'ladi. Bu bizga list itemini berishga yordam beradi. Ya'ni listga tegishli bo'lgan itemlarni belgilashga yordam beradi, xizmat qiladi bu. Qisqasi, hozir nima yozayotganimizni ko'rasizlar. Mana bu yoqqa o'tib, bitta yangilasak, mana bunaqa hozir ko'rinishga keldi mana. Ko'rib turibsiz, molxona hozirgi jamiyatni shunaqa qilib chiqyapti. No, yana bitta o'zgartirish kiritish mumkin bunga. Misol uchun mana bu joyni yana bitta alohida listga olish mumkin. UL li. Buni ko'rsatgandim, adashmasam shunaqa qilib yozishdi. Endi ko'rsak, bizda mana bunaqa vaziyat paydo bo'ldi. Mana molxona sari uni tavsifi, kichkina shahzoda sari uni izohi ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rishga keltirish mumkin. Bunga biroz stillashdan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun, bootstrap keling, shuni qo'shamiz. Bootstrap stillashga o'tamiz. Xo'p, bu yoqqa o'taman-da. Bootstrapni chaqiraman. Bootstrap deb qidiraman-da. Xo'p, uni linkini olib kelaman. Introduction o'tsak, mana bu yerda linklari bor. Xo'p, mana CSS linki. Shuni olaman. Olamanda mana bu yerga qo'yaman. Qo'ydim. Endi bu yerda sal epaqaga keltiramiz. Xo'p, bu yoqqa o'tamizda mana bu yerda yozaman, misol uchun .row call, misol uchun .cart header h4. Mana shu yerga mana bu kitob nomi qo'yiladi. Mana shu narsa. Book name. Xo'p, keyin bu yoqda bo'ladi. Pastroq tushganimizga .cart body. Cart bodyga tavsifini qo'yamiz. Qarab turinglar, yaxshilab kuzatamiz. Cart body. Shunaqa bo'ldi. Endi qaranglar. Bu yerda hozir mana bular bo'lib turibdi. Demak, bizda kartlar bo'ladi. Kartlar chiqish kerak yoki formimizni qayerga joylashtirishni o'ylayapmiz. Keyin kolumnlarga qo'yamiz. Kolumnlarni yaratamiz. Mana shu yerdan boshlab. Shu yerdan boshlab ichidagi kodlar takrorlanadi, bilasizlar? Templateimiz shunaqa ishlaydi. Ichidagi kodlarni takrorlab beradi. Mana. Endi sal kod ko'paygan bo'lishi mumkin, lekin shunga yarasha yaxshiroq narsa paydo bo'ladi. Endi sahifaga o'tib yangilab ko'ramiz, bu yoqqa o'tib. Yangilasak, bizda nima chiqadi? Ana. Bizda mana shunaqa narsa paydo bo'ldi. Molxona, kichkina shahzoda sal yaxshiroq ko'rinishga ega bo'ldi bu. Buni o'zgartirishimiz mumkin, yana ham yaxshiroq qilishimiz mumkin. Misol uchun bularni oramizda. Xo'p, .container. Container ichida bo'ladi va yana misol uchun P5 beraylik. Xo'p, mana o'zgarish sizga. Mana shunaqa holatga keldi. Xullas, shunaqa qilib ko'raverishimiz mumkin. Asta-sekin loyihalarimizni mana shu Bootstrapdan foydalanamiz. Bootstrap bizga tezroq, chiroyliroq dizayn yaratishga yordam beradi. Va bu yerda hozir bularni nima qilish mumkin edi? Kardimizni BG Dark deb qo'ysak, zo'r ketadi hozir mana. BG Dark. Tekstlarimiz text white. Virgul qo'ymayapsiz bu yerda. Mana sizga mana shunaqa qilib ishlasak ham bo'ladi. Tungi rejimdagi narsa bo'ladi endi bu. Xullas, har xil variantlar bor. Ko'raveramiz bu yog'iga asta-sekin sizlar bilan. Demak, bu o'sha bazadan kelyapti bu ma'lumotlar. Misol uchun qaranglar. Bu yerda kelib turib, admin deb yozib turib, yana bitta kitob qo'shib qo'yishimiz mumkin. Admin deymizda. Mana bu yerdan bu kitoblarga kirsak va add kitob kitob nomini kiritamiz. Misol uchun qaysi kitob endi? Chol va dengiz.
Chol va dengiz. Demak, baliqchi cholning ajoyib sarguzashtlari. Bu ham bir qiziqarli asar. Bitta zo'r bir baliq bo'ladi, katta baliq. O'shani tutaman deb chol ketaveradi. Xullas, baliq bilan kurashlar bo'ladi. Bir qiziq asar. O'qib ko'rishni tavsiya qilardim buni ham. Balki mohiyatini unchalik yaxshi nima anglab yetmagandirman o'sha paytlari. Unga ancha bo'ldi o'qiganimga. Balki esdan chiqqandir. Xullas, o'qishga arzigulik kitob ekanligi yodimda, qiziq asar edi. Xo'p, bunga bosib ortga qaytsak, mana ko'rib tursa, chol va dengiz ham chiqib qoldi. Bunga yana bitta narsa qo'shish mumkin. Misol uchun, kol demasdan, kol 6 qilib qo'ysak, bitta qatorda ikkitadan chiqadigan bo'ladi. Mana, bitta qatordan ikkita chiqyapti va M4 qilib qo'ysak nima bo'larkin? Yo, oshib ketar ekan bu. Kol 6 emas, kol 5 beraylik. Mana bu bo'ladi. Mana. Shunaqaroq narsalarni qilsanglar ham bo'ladi. Xullas, Bagadark bu yerga yarashmas ekan menimcha. Bagadark yarashmayapti kartlarimizga. Sababi orqa foni oq. Keling, shularni o'chirib qo'yaylik. Xo'p, bo'ldi. Mana shu holatda qoldi. Xullas, dizayn yaratishga unaqa usta emasman. Qo'ldan kelgancha yaratib ko'raveramiz buni shunaqalab. Qisqasi, bu yerda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, bazadan ma'lumotlar kelyapti mana. Bu yerda ma'lumotlar chiqarish bor. Yoki bularni nima qilishimiz mumkin? Jadval qilib chiqarishimiz mumkin. Menimcha jadval qilib chiqarish yaxshiroq bo'lsa kerak. Keling, bularni jadval qilib chiqaramiz. To'g'ri, bu narsaga ko'p vaqt sarflayotganimiz bo'lishi mumkin, yuborib yotgan bo'lishimiz mumkin, lekin hammasi yaxshilikka. Bir foydasi tegib qoladi hali bularni. Ko'rganingiz yaxshi. Xo'p, qarang. Table yaratamiz. Table class table bo'ladi. Xo'p, ichga tushamiz-da. Demak, tara bo'ladi. Head qilamizmi yoki table head bo'ladi va uni ichida tira. Uni ichida esa th. Xo'p. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda misol uchun o'sha nomi, kitobning nomi, keyin th tavsifi hamda izoh bor bizda. Th nima ID'si bor. Kitobning raqami. Xo'p, keyin tbid. Table body'si tara, table data. Xo'p, bu yerda nima yozamiz? Bu yerga, demak, dastlab mana bu. Shunga kelib turibmiz. Xo'p, keyingisi mana bu izohi. Hamda bulardan oldin ID'si bor. book.id. Xo'p, endi bizda takrorlanish bo'ladigan joyi mana bu yer bo'lmoqda. Tiralarda takrorlaymiz mana bu yerda. Shu yerga qo'yib qo'yamiz forni. End forni esa mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p, endi mana bu row deb yozgan mana bu qismni olib tashlaymiz. Bu endi kerak emas. Xo'p, endi jadval ko'rinishida chiqadigan bo'lyapti. Qarang, table bo'ldi. Table ko'rsak, jadval oddiy mana shu ko'rinishda bo'ladi va buni chiroyliroq holatga keltirish mumkin yana ham. Misol uchun bu yerga table nimalari bor? Striped deganlari bor. Table striped qilsanglar to'g'ri yozmadimmi yoki? O'rtasida chiziq bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'yish mumkin. Agar bunaqa oq turish yoqmasa, tableda boshqa turlari ham bor. Misol uchun table success misol uchun ko'rsak, mana yashil rangda table. Shunaqa qilib ko'rsa ham bo'ladi. Kitoblar mencha chiqarishga mana shu qulayroq bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Har xil variantlarimiz bor. Qisqasi, bu yerda ham ma'lumotlar bazasidan ma'lumot olib kelinayotganini tushunsangiz bo'ldi. Endi biz bu kitoblarni chiqarishni o'rgandik. Mana shunaqa qilib saytimizda chiqarishni o'rgandik. Xo'p, bu kitoblarni ro'yxatini mana shu sayt orqali kiritib, yangilashni ko'rsakchi. Ya'ni faqat admin panelga yuguravermasdan, admin panelga yugurib borib, o'sha yerdan o'chirib, o'sha yerdan yurgancha
mana shu veb-saytda o'zida ma'lumotini kiritib ko'rsakchi desak, shunaqa variant ham bor. Bu formalar bilan ishlash mavzusiga borib taqaladi. Ya'ni mana shu yerga forma chiqarish kerak bo'ladi, kitob kiritadigan maydon va o'sha maydon orqali nima qilamiz? Ma'lumotlarni kiritib saqlaymiz va ular jadvalda chiqadi. Keyin shuni o'rganamiz. Buning uchun demak, bizga dastlab forms degan modul kerak bo'ladi. Qaranglar, mana bu yerda appimiz ichida forms degan modul yaratamiz. Formalar uchun. Xo'p, buni kimlargadir qiyin bo'lishi mumkin. O'zim ham birinchi marta ko'rgan paytlarimda yaxshi eslab qolmaganman bu narsalarni, lekin qiziq narsa bu ham. Kirib ko'rsanglar ichiga from Django Forms. Formalarda ham juda ko'p narsalar bor. Xo'p, biz hozir sizlar bilan model form degan bilan tanishamiz. Formalar uchun umuman olganda alohida dars ham bo'ladi, xavotir olmanglar. Bu shunchaki hozir ORM ichida qisqacha model bilan aloqador bo'lgan formasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, qaranglar, bu kitob formasi. Demak, kitob forum deb yozaman buni. Kitob forum meros oladi model formdan. Umuman olganda buni mayli, shunday turaversin. Qaranglar. Buni ichida meta class bo'ladi. Shunaqa qoidasi bor. Metasi bo'lishi kerak ichida. Meta class va meta class ichida nima qilamiz? Modelni hamda fieldlarni ko'rsatamiz. Ya'ni formada chiqadigan, formada foydalanadigan model hamda formada taqdim etiladigan maydonlar qaysi fieldlar ekanini ko'rsatish kerak. Field nima? Hozir tushuntirib beraman. Import, xo'p, kitob chaqiramizda. Kitobda nima bor edi? Name bilan description bor, to'g'rimi? Biz o'shalarni kiritamiz. U yerda ID degan ham bor, lekin ID avtomatik tarzda to'ldiriladi. Shuning uchun biz ID ga ko'z yumamizda faqat nom bilan tavsifini tahrirlaydigan, yaratadigan, qo'shadigan qilib chiqishimiz kerak. Xo'p, bunda demak dastlab modelimiz kitob bo'ladi deb ko'rsatib qo'yaman. Va keyin mana bu yerda fields degan o'zgaruvchi bor. Sizga ko'rinmaydi, siz uni qo'lda yaratasiz. Fields sizda list yaratib, uning ichiga fieldlarni qo'shasiz. Misol uchun name va description. Faqat nomni yozayotganda ehtiyot bo'linglar, xato ketib qolmasin. Description. Mana. Fieldlarni belgiladim. Bo'ldi, modelga asoslangan forma shunday yaratiladi. Hozir oddiy formani ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, qayerdadir sintaksis xato bor deyapti. Qayerda ekan? Mana bu yerda ikkita nuqta qolib ketibdi. Bo'ldi. Shunaqa qilib forma yaratiladi. Endi buni view da ishlatishni o'rganishimiz kerak. View ga qo'llab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda chaqiramiz. Kitob tag from nokta forms. Import kitob form. Formani chaqirdim. Formani mana bu yerdagi sahifaga chiqarmoqchiman. Mana shu yerda chiqishini xohlayman. Bunda nima qilaman? Mana bu yerda yozaman. Form teng bo'lsin kitob formga. Kitob formga teng bo'lsin va mana bu yerda yozaman. Qaranglar. Ichingni qasd ichida turibmay aytib bering. Kontekst orqali yuboramiz formani. Forum ikkita nuqta forum deb qo'yamiz. Bu endi nomi ixtiyoriy. Mana shu formani yuborsanglar bo'ldi. Kitob forum deb turib qasd ochib, o'shani berib olsanglar bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Mana. Shunday qilib formani demak shablonga yuboryapmiz. Endi uni sahifada chiqarish uchun bu yoqda suzilmasini ko'rsatishimiz kerak. Qayerda chiqadi, o'shani belgilaymiz. Xo'p, formamiz mana shu jadvalni tagidan chiqib kelaversin. Mana shu yerda. Xo'p, bu yerda nima bo'lsin u uchun? Xo'sh, tableimizdan biroz pastroqda joy tashlab beramiz. Demak, MB 5 bo'lsin. MB 5 degani bu model nima edi? Margin bottom degani, ya'ni pastdan 5 ta joy tashlaydigan shunaqaroq narsa. Xo'p, keyin mana bu yerda form degan tag yaratamiz. Form action bular action degan nima? Action bu metodi. O'sha joyga keldik mana. Post get qaysi biri? Post yuborishimiz mumkin misol uchun. Mana. Post metodida so'rab yuboramiz. Xo'p, qaranglar. Action post bo'ldi. Endi mana bu yerda o'sha formani chaqiramiz. Form deymizda form.asp deb yozib qo'yasizlar. Bu nima qilib beradi? Bu har bitta form maydonini pi ga o'rab, orasini ochib beradi. Shunaqa narsa. Va bundan tashqari bu yerda himoya uchun talab qilinadigan narsa bor. Xref token degan bor. Xref token. Bu bizga Xref dan himoyasi, xullas, nima edi, formamizni himoya qilishga yordam beradi. Qanaqadir himoyasi
kerak bo'ladi. Buni ham keyinchalik ko'rib o'tishimiz mumkin, chuqurroq tushunish uchun. Formalar darsida yaxshilab gaplashamiz. Bu narsa haqida ham ma'lumotlar yig'ib qo'yaman. Bizda hozircha shu narsa bo'lishi kerak deb qabul qilingan. Mana formani shunday qilib qo'yar ekanmiz. Endi bitta yangilasak, mana bu yerda forma chiqib keldi mana. Mana sizga forma. Bemalol ma'lumotlar kiritsanglar bo'ladi. Endi keyingi narsa bu yerda saqlash tugmasi kerak bo'ladi. Buni o'zimiz qo'shamiz. Button saqlash. Type mana shu tugmani turini submit qilib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana. Oddiy bu chiqib qoldi. Buni biroz ishlov berish mumkin. Ko'rinishiga ishlov bersa bo'ladi. Buning uchun qaranglar. Tugmaga alohida klassni chaqirib stil beramiz. Misol uchun button deysizda, keyin button success desanglar, tugma mana shu holatga keladi. Chiroyliroq bo'ldi tugmamiz endi. Keyin formaga stil berishga kelsak, formani ham chiroyliroq qilish mumkin. Mana bu yoqqa o'tamizda forms degan yerda nima bo'lardi? Widgets degan narsa bo'lardi. Widgets. Widgets bunga shoshmay tura qolaylik. Hozir ko'payib ketadi bu yerda yozadigan narsamiz. Hozircha shu holatda qoldiramiz. Menimcha bu holat ham yomon emas. Qaranglar. Biz kitob yaratmoqchi edik. Kitob yaratmoqchimiz. Misol uchun qaysi kitobni olaylik endi? Tak. Hozir eslab olay birorta kitobni. Qaysi kitobni yozsak bo'lar ekan bu yerga? Ulug'bek xazinasi degan kitob ham bo'lardi. O'shani yozamizmi? Ulug'bek xazinasi. Ulug'bek xazinasi Mirzo Ulug'bekning o'sha o'g'li bilan bo'lgan vaziyatlardan foydalab beradi. Ya'ni o'g'li o'sha ota ertaga kelib otasiga qarshi chiqadigan payt bo'ladi-ku, o'sha paytlarda tasvirlab beradi. Ya'ni Mirzo Ulug'bek hayoti haqidagi roman. Umuman to'liq emas-u, shu biroz chiroyli qilib gapirib berilgan romanda. Demak, saqlashga bossak, bu nima bo'lyapti? Saqlanyapti, faqat bizda bunga tayyorgarlik yo'q ekan. Mana. Post so'rovimizga javob beradigan narsa qilinmagan ekan bizda. O'sha narsani ustida ishlashimiz kerak endi mana. Post. Xo'p, buni nima qilamiz? Buni qanday ishlash kerak? Buning uchun mana bu yerda views ga kelamizda, bu yerda yozamiz. If agarda request nuqta post yoki method nima deydi? Request method teng bo'lsa, nimaga ishlatsa chiqmayapti? Request type yo'qmikan shu yerlarda hozir ko'raylikchi. Request Xo'p, mayli qo'lda yozamiz ekan. Request method degan qiymati bo'ladi. Method degan qiymati bo'ladi-da, o'shani postga tengligini tekshirishimiz kerak. Post bo'ladigan bo'lsa, unda forma bilan ishlaymiz, qaranglar. Saqlashni tayyorlaymiz. Xo'p, yuborgandan keyin, qaranglar, post bo'lib shunaqa qilib kelyapti. Bu post method deyiladi va ma'lumotlarni olish uchun nima qilamiz? Post bo'lib kelayotgan bo'lsa, formani chaqiramiz. Books teng bo'ladi. Yo'q, forum teng bo'ladi, kitob forum. Bunga request post beraveramiz. Request post beriladi va yana bitta if qilinadi. Forum nuqta is valid deysizlar. Is valid. Bu validatsiya qiladi, tekshiradi. Ma'lumotlar to'g'ri kiritilganmi, ya'ni o'sha chegaralardan oshib ketmadimi yoki boshqa qolib ketmadimi, o'shani tekshirib beradi. Keyin esa forum.save deymiz. Forum.save deyish orqali biz buni saqlaymiz ekan va yana shu sahifaga qaytarib yuborishimiz mumkin keyin. Return redirect degan funksiya bor. Redirect buni nima qilib beradi? Qaranglar, ko'rsataman hozir. Redirect afzalligi biz mana bu yerda yozib qo'yibmiz mana bu narsalarni. Bularni qayta yozib o'tirishimizga hojat qoldirmaydi. Shunchaki redirect deganimiz mana bu yerdagi nomni yozasizlar, books list degan nomni yozamiz. Redirect mana kelib turib books
list deydigan bo'lsangiz, o'sha joyga qaytaradi, yo'naltiradi. Xo'p, endi bu yozganlarni ishlatib ko'ramiz. Boshqatdan so'rab yuborib ko'ramiz, qani. Page not found. Post qilgandan keyin ishlash kerak edi-yu. Nimadir esdan chiqyapti menimcha hozir. URLda bunga tayyorgarlik ko'rmagan. Yoki template'da bitta narsa qolib ketgan mana shu action deb turib, nimasi bo'lardi? Export part deganmidi? Bir nima bo'lardi hozir? 1 daqiqa. Uzr, bitta joyda adashibman. Post deb. Action degan joyiga manzil ko'rsatilardi. Esdan chiqib ketibdi, uzr. Chakashtiribman. Xo'sh, qisqasi bu yer bo'sh qoladi. Mana bu yerda method degani bor. Method deganni biz postga tenglab qo'yamiz mana shuni. Post qilamiz. Bo'ldi, shu bilan bo'ldi menimcha. Ko'raylik chiqan boshqatdan. Sahifaga qaytdik, yangilaymiz. Xo'p, ma'lumotlarni kiritamiz boshqatdan endi. O'sha ma'lumotlar, xo'p, Ulug'bek Mirzo Ulug'bek haqida tarixiy asar. Xo'p, saqlashga bosyapman. Saqlashga bossam nima dedi? Forbidden 403 deydi. Xref verification failed. Request aborted. Ko'raylikchi qayerda xato ketdigi. Xref tokendan muammo chiqyapti. Shunaqa yozib qo'ymasmidik axir Xref token. Xo'p, mana bu yerda o'qiyotganim hozir Django Forms'ni ko'rib o'tdim. Mana bu yerda working with forms deb yozib qo'ydi. Shu yerda qaraydigan bo'lsak, template'ga namuna keltirilgan. Qaranglar, demak, namuna ekan. Label input Xref token haqida gap yo'qmikin? Mana. To'g'ri yozganman menimcha buni ham. To'g'ri, mana bu yerda nima bo'lish kerak? Foiz bo'lish kerak ekan. O'shunda xato bo'lgan. Shuning uchun forbidden chiqdi bizda. Ya'ni to'g'ri ko'rsatmaganmiz. Boshqatdan urinib ko'ramiz yana bir marta. Sahifa yangilandi. Xo'p. Mirzo Ulug'bek haqida tarixiy asar. Saqlash bossak, mana saqlandi. E'tibor bering. Xo'sh, 4 cholvadingiz Mirzo Ulug'bek. Cholvadingizga bosyapman mana bu yerda. Saqlayotgan paytda Ulug'bek xazinasiga emas, boshqa nomni beryapman. Xullas, mana saqlanyapti. Misol uchun yana boshqadir nimadir qo'shadigan bo'lsak, aytaylik, qisqacha nimadirlar bosib tashladik deylik. Nimadirlar bosib tashladik mana. Bosib tashladim. Xo'p, saqlashga bossak, mana 5-ov chiqib kelmoqda. Mana shunaqa qilib saqlaydigan qilsak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, umuman bu ishni qilish jarayonimiz kimgadir tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Qanday bo'ldi o'zi bu narsa? Keling, bir boshdan yana marta ko'rib o'tamiz. Mana bu joyda kitoblar chiqarayotgandiga table qilib chiqardik. Mayli, bu joy tushunarli bo'lgandir. Bu yerda nima bo'ldi? Formning ichida. Form bu HTML formasi, ko'rib turibsiz. Xref token bu himoya uchun qo'yilgan. Action bu qaysi joyda chiqishi. Ya'ni mana shu so'rovni yuborganimizdan keyin qaysi sahifaga o'tishimizni bildiradi. Bo'sh tursa, bo'sh turgan joyga yo'naltiradi bizni. Bu URLdagi manzil xullas. Xo'p, method qismi esa method bu post. Post va get degan turlari bor. Buni siz hozirda post qilib yuborsangiz to'g'ri bo'ladi bu narsani. Post qilib yuborishni maslahat beramiz. Xo'p, keyin Xref token gaplashdik. Form ASP degan nima? Form SP degani bu formada name bilan nima kelyapti? Name bilan mana bu descriptionlar kelyapti, ko'rasizlar. Name bilan description. Mana shularda har bittasini p ga o'rab turib chiqarib bermoqda bizga. Shuning natijasida orasida qanchadir joy tashlab berilgan. Bu bizga sahifamizda sal chiroyliroq qilishga yordam beradi. Form SP degani. Shu har bitta fieldni, har bitta inputni orasini ochib joylash, ya'ni sahifaga joylash degan ma'noni beradi. O'sha qo'yib bermoqda, qisqasi elementlarini, taglarini qo'yib bermoqda. O'zi yozib beradi bularni. Mana mos qilib. Xo'p, keyin button ko'rib tursa submit, ya'ni formada kiritilgan ma'lumotlarni yuboruvchi tugma. Xullas shunaqa gaplar. Template'da shunaqa jarayonlar bo'ldi.
Forms qismimizda esa formani yaratganimizni ko'rdingizlar. Bu joyda ham tushunarli bo'lgandir. Bu yoqda nima bo'ldi? Bu yoqda formani yuborish tushunarli. Qaranglar, bu yoqda nima bo'ldi? Post. Bizga so'rov keladi. Xuddi shu sahifamizga nima marta so'rab kelyapti. Bu qanday ishlayapti o'zi? Agar siz shunchaki sahifaga kirsangiz, get so'rov yuborgan bo'lasiz. Get so'rov yuborsangiz, bizda mana bu qism ishlaydi. Mana shu kodlarimiz bajariladi. Agar siz post so'rov yuborgan bo'lsangiz, unda mana bu kodlar bajariladi. Post degani bu o'sha formada qanaqadir ma'lumotlar kelyapti degani, bizga qanaqadir ma'lumot yuborilgan degani. Ma'lumot yuborilgan bo'lsa, kitob formamizga o'sha ma'lumotlarni tashlayapmiz. Post degani mana shu yerda turadi. Ya'ni mana shuni ichida o'sha name ga nima kiritgan bo'lsa, name o'shaning ichida turadi. Description ga nima kiritsa, description o'sha postda ichida turadi. Mana shu qiymatda ichida turadi. Biz uni kitob formasiga yubordik va o'sha ma'lumotlar bizning validatsiyamizga, ya'ni ma'lumotlarimizni chegaralariga, bizning shartlarimizga mos tushadimi, yo'qmi deb savol berdik. Tekshirdi, agar true bo'lsa, unda nima qiladi? Formani saqlaydi. Formadagi ma'lumotlar modelga saqlanadi. Yangi ma'lumotlar qo'shiladi va qo'shilgach redirect box list bu mana bu joyga yo'naltiradi. O'sha sahifaga qayta kirittiradi bizadi. Xolos, ko'rdingizlar, shunday qilib mana bu yerda formamizda ma'lumotlarni kengaytirib oldik. Bu yerda ham menimcha to'xtasak bo'ladi. Mana sizlar bilan forma bilan ilk bor ishlashni o'rgandik. Ma'lumot qo'shishni, chiqarishni ko'rib oldik. Mana sahifamizga ma'lumot chiqarishlarni, qo'shishlarni o'rgandik. Bu ikkinchi qismimiz edi. Shu joyda to'xtaymiz. Keyingi qismimizda biz mana shu web sahifa orqali kitobda ma'lumotlarni mana bu yerdan bitta tanlashdan tugmoqamizda, tanlaganimizdan keyin nima qiladi? Mana bu yoqda o'sha ma'lumotlar chiqib qoladi va tahrirlashimiz yoki mana bu yerdan o'chirish degan tugmoq qo'yapmizda, o'chirish imkoniyatimiz bo'ladi. Shunaqa sahifani, mana shu sahifani o'zida qilishga urinib ko'ramiz shu narsalarda. Demak, mana shu yerda pauza qilib to'xtatingda, mana shu qilingan ishlarni bitta takrorlab yozib ko'ring. Yozmasangiz o'zingiz uchun zarar, unutmang shu narsani. Men kabi adashib, chalg'ib, o'sha dars mobaynida qilgan xatolarni qayta qilib yurasiz. Yaxshisi, hozir sinalgan tajribani o'z paytida sinab ko'ring, qayta amaliyot qilib ko'ring. Va yodingizda bo'lsa, siz bilan kitobxon degan model yaratishni tavsiya qilgandim. O'sha kitobxon modeli asosida forma yaratingda, xuddi shunaqa narsani kitobxon bilan qilib ko'ring. Demak, omad keyingi qismda ko'rishguncha. O'ylaymanki, takrorlab oldingiz. Endi keyingi narsa mana bu yerda harakatlar degan narsa qo'shamiz jadvalimizga va bu yerda edit va del degan tugmalar bo'ladi. Edit ga bosganda bu yerda ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyati bo'lishi kerak. Delete ga bosganda, del ga bosganida ma'lumotlar o'chib ketishi kerak. O'shanaqa narsa qilib ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, ketdik. Bu shu narsani tugatsak, biz sizlar bilan create operatsiyalarini ORM orqali qilishni tugatgan bo'lamiz. Xo'p, shu o'rinda bitta narsa eslatib o'tmoqchiman. Ma'lumot yaratish uchun biz faqat mana bunaqa forma bilan ishlashimiz shart emas. Umuman olganda siz mana bunday qilib ham ishlasangiz bo'ladi. Kitob deb turib, object deysiz va create degan buyrug'i bor. Create ni chaqirasiz va u yerga name va description qiymatlarini berib ham siz bemalol o'shaqa obyektlar yaratishingiz mumkin. Agar sizga formalar bilan ishlash ma'qul bo'lmasa, shu nima degan o'zingiz inputdan yaratib, postdan o'qib olib turib, o'sha forma Djangoning forma qiymatlarisiz, nima deydi, forma klasslarisiz ham bemalol mana shu post ichidagi qiymatlarni olib o'qib ishlasangiz ham bo'ladi. Bu ham bir variant sizga. Xo'p, endi biz demak delete va edit tugmalarini qo'shmoqchi edik. Xo'p, ular ishlash uchun bizga dastlab o'sha viewlarimizni tayyorlab, gorilarimizni tayyorlab qo'yaylik. Qaranglar. Bu qanday ishlaydi? Bular quyidagicha, misol uchun del degan viewimiz bo'lsin. Del kitob view. Bu qanaqa ishlaydi? Bu bizdan request, xo'p, request oladi va kitobda ID sini oladi. Kitob ID. Kitobning ID qiymatini oladi va qaranglar, dastlab o'sha kitobni ushlab olamiz. Kitob deymizda olamiz o'sha kitobni. Ya'ni u qanday olinadi? U kitob objects nuqta get qilish orqali olasizlar kitobni. Demak, kitobni olyapmiz, qaranglar. ID teng bo'lsa, ID teng deymizda kitob ID ga. Shu orqali biz nima qilamiz? Kitobni ID si orqali ushlab olamiz. Olganingizdan keyin o'chirmoqchi bo'lsangiz, unda kitob deysizda nuqta delete deysiz. Va bu bizda kitobni o'chirib tashlaydi. Va oxirida return qilaman, redirect box listga redirect qilamiz. Ya'ni qaytib boramiz o'sha box listga. O'sha kitoblarni chiqib turgan sahifaga qaytarib yuboramiz. Mana. Shunaqa qilib kitobni o'chirish mumkin. Endi
kitobni tahrirlashga kelsak, kitob tahrirlash funksiyamiz quyidagicha bo'ladi. Edit kitob view. Bu qanaqa ishlaydi? Bu ham shunaqa ikkita qiymat qabul qiladi. Request va kitob ID'sini. Kitob ID. Va endi buni tahrirlashtirganda ham biz dastlab o'sha kitobni ushlab olishimiz kerak bo'ladi. Kitob teng bo'ladi. Kitob objects katta harfda bo'lishi kerak. Katta harfdagi kitob objects get id teng kitob id ga. Qaranglar, endi bu qanaqa ishlaydi? Mana bu yerda forma yaratdik, to'g'rimi? Mana shu yerda forma yaratganmiz. Form kitob shunaqa qilib yaratganmiz. Qisqasi mana bu yerdagi narsani nusxa olamizda. Xuddi o'sha narsa kerak bizga. Faqat farq qiladigan joyi bor. Qaranglar. Formani mana bu yerga yaratgan bo'lsanglar, endi bu yerda instance degan parametrni chaqiramiz. Instance parametriga kitobni tenglab qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan biz kitobni tahrirlaydigan sahifa yaratamiz. Kitobni tahrirlaydigan sahifa bo'ladi bu. Mana. Demak, bu kitobni tahrirlash shunaqa amalga oshiriladi. Qaranglar. Tak, tahrirlash shunaqa ketyapti. Qisqasi funksiyalarimiz shunaqa ishlaydi. Mana. Bular shunaqa ishlash kerak. Xo'p, bu yuboradi, saqlaydi. Tak, keyin mana shu yerni o'ziga yo'naltirishimiz mumkinmi? Nima qilsak ekan? Hozir bitta o'ylab olaylik. Saqlashga bosdi. Is valid bo'lsa, bu yerda employee ni ham qo'shib berish kerak-da. Xo'p. Nima qilamiz? Bunday bo'ladi, qaranglar. Bunda ham shunaqa tekshiruv qo'shishimiz kerak. Requestni metodi post bo'lsa deb tekshirishimiz kerak. Bu yerda ham sal boshqacharoq saqlash jarayoni. Qaranglar. Post qilinadi va agar post bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu kitobda yana bir marta so'rab ko'ramiz. Yana bir marta olamizda va form teng deymiz. Form teng kitob form. Qaranglar, yana bir marta chaqiramiz. request.post deymiz. Hamda instance'ga kitobni tenglab qo'yamiz. Shunaqa bo'ladi. E'tibor bering, klass bilan obyekt kitobni adashtirib yubormanglar. O'sha joyda xato ketmasin. Xo'p, keyin mana bu yerda form is valid qilamiz. Form is valid. Agar validatsiyadan o'tadigan bo'lsa, unda form.save deymiz. Farqini tushungan bo'lsangizda, bu yerda instance qo'shilib o'tiladi. Shunaqa bo'lishi kerak. Va natijada nima qiladi? Yaratmasdan o'sha saqlab qo'yadi kitobni. Adashmasam shunaqa qilib yozilish kerak edi. Edit funksiyamiz shunaqa ishlaydi. Endi buni template qanaqa ishlaydi? O'shanga keldik. Template. Mana bu box HTML ni o'zida qilib tashlagan harakat qilmoqchimiz biz. Qani ko'ramiz, qanday qilar ekanmiz buni. Dastlab mana bu yerda tahrirlash qo'shishimiz kerak. Th demak harakatlar deymizda. Harakatlar va mana bu yerda oxiriga kelib turib, oxirdagi tdga kelib turib yozamiz. Ikkita tagidan foydalanamiz bu yerda. Tugmalar yaratishda bu yerda a tagidan foydalangan ma'qul. Xo'p, URLga kelsak, URL foizlar bilan mana qilib to'g'ridan-to'g'ri bera olamiz. Qaranglar. URL yaratmaymiz, URL yarataylik. Mana bu yerda. Demak, bizdan mana qo'shildi. Del view'imiz bor. Del kitob view hamda edit kitob view. O'shani chaqiramiz. Xo'p, pass qo'shamiz. Mana bu yerda virgul qolib ketibdi. Virgul yoddan chiqmasin. Xo'p, pass qo'shamiz. Demak, passimiz qanday bo'ladi? Bu yerda endi dinamik URLlardan foydalanamiz, dinamik URL manzillaridan. Xo'sh. Misol uchun nima qildi? Edit dedi. Edit yozdi va ketidan ID'mizni bersin. Edit demak int ikkita nuqta kitob ID. Xuddi ana nari tomondagi bilan bir xil bo'lishi kerak. Int kitob ID. Xo'p, virgul qo'yamizda endi view ni ko'rsatamiz. Bu edit edi. Edit bo'lsa edit kitob view ni chaqiramiz va name ga teng deb qo'yamiz. Kitob edit.
Xo'sh, virgul yoddan chiqmasin. Bas, endi keyingisi bizda del deb yozib turib, keyin esa mana bunaqa int kitob id bo'lsa. Mana. Xullas, del deb turib kitobda id'sini ko'rsatgan bo'lsa degan shart qo'ydik. O'sha paytda del view'imizda ishlatsin. Del kitob view'imizda. Va name teng bo'ladi bunda. Kitob delga. Nima uchun nom qo'yapmiz? Sababi bu yoqda. Qaranglar. Mana bu yerda endi href degan joyda mana bu yerda yozaman. URL deymanda bitta anaqa bir tirnoq qo'yasizlar. Sababi qo'shtirnoq tashqarida ishlatyapsizlarda, shuning uchun bir tirnoq qo'yasizlarda. Bir tirnoq deb turib nomini yozamiz. Misol uchun bu nima qilish tugmasi, edit tugmasi bo'lsa, kitob edit deb yozaman va mana bu yerda e'tibor bering, shu yerda aytamanki book.id deyman. Bo'ldi, shu bilan biz o'sha URL ni tayyorlaymiz. Bu hammasi oddiy, chiroyli chiqadi. Xo'p, mana bu yerda endi nima qiladi? Edit degan tugma turadi. Xo'p, bu tugmaga aylanish uchun klass berib stillashimiz kerak. Bitta edit tugmamiz odatda warning, ya'ni sariq rangda bo'ladi. Bitta warning deb qo'yaman. Warning. Xo'p, bo'ldi. Endi keyingisi bizda o'chirish tugmasi. URL kitob del deymizda va kitob id book id qilib ko'rsatib qo'yamiz buni. Book id berildi va mana bunga del deb qo'yaman. Keyin buni klassi button danger deymiz. Qizil rangi bo'ladi. Xo'p, endi sahifamizni bitta ko'rsak, bizda mana ikkita tugma paydo bo'ldi. Xo'sh, nomida xato qilmaguncha m emas n bo'lsa kerak, warning. Ogohlantirish degandagi. Mana chiqdi. Mana shunaqa sahifa qildik sizlar bilan. Edit del chiqib turibdi, URLlar ham bor. Bosib sanab ko'ramiz endi. Editga bosdim. Editga bossam mana ma'lumotlar chiqib keldi mana yerda. Molxona shunaqa chiqib keldi. Hozirgi jamiyatni, siyosatni molxona misolida ajoyib tasvirlashadi deb qo'shimcha qilib qo'ydim. Saqlashga bosyapman. Bossam endi ko'ramiz. Demak, hozirgi jamiyatni, siyosatni demak, molxona misolida ajoyib tasvirlashadi. Mana tahrirlaganimiz o'xshadi. Shuna qilib tahrirlab ko'rish mumkin. Yani bitta editga bossak, mana o'sha chiqyapti. Bunga bossak, mana o'zgaradi. Mana. Shuna qilib ko'raverish mumkin. Endi delete'ga keldik. Delete'ga bossam o'chib ketish kerak. Delete'ga bosdim, mana molxona o'chdi. Bosdik, o'chdi. Mana. Shuna qilib ko'raverasizlar. Qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerda yangisini kiritib saqlaydi, bo'ldi, yangisi chiqib keladi, misol uchun. Bosdi, saqlash, mana ketidan chiqib kelaveradi. Mana shuna qilib baza bilan ishlaydigan veb-sayt qildik mana sizlarga. Bu darsiz mobaynida sizlar bilan ORM bilan tanishdik. Ko'rasizlar, juda oson. Shunchaki biroz mashq qilsanglar bo'ldi. Hammasi juda oddiy. Imkon qadar sizga sodda qilib yozib bergan bu narsalar. Boshqarishni o'rganib olsangiz bo'ldi. Bu darsimizda sizlar bilan ORM bilan tanishdik, model yaratib ko'rdik va u bilan Qt amallarni bajarishni o'rgandik. Veb-saytda mana. Veb-saytda Qt amallarni bajarishni ko'rdik. Yaratish bor, o'qish bor, o'chirish bor, yangilash bor. Mana shu Qt amallar hisoblanadi. Keyingi darslarimizda endi nima qilamiz? Qidiruv, filtrlash, shunga o'xshagan narsalarda ko'rib o'tamiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha.